Baqir chaqir qilaverma, bor ko'chada o'yna. Qo'latgani ham qo'ymadik. Qol ko'chaga deyapman. Aka, yana nima baqir chaqir qilyapsiz? Baqir chaqir qilib hovlida o'ynashini qara. Ko'chada o'ynasin, uxlatgani ham qo'ymayapti balla. O'ynasa o'yna, sani uyingda o'ynayaptimi? Ko'chib ketaman deganga 5-6 oy bo'lyapti. Qachon uyni bo'shatasan o'zi? Bo'pti, bo'shatishib ketaman ijaraga bo'lsa ham. Bitta onani qorniga siqqan, bitta uyga sig'may qoldingmi? Xotin yig'ishsa narsalarni. Ha, uyda ijara haqqi nech bo'ladi? $150 deb yozib qo'yganmiz-ku. Ha. Bor bir ko'rsak bo'ladimi? Ha, kechga bir xabar oling, ko'rsatib kelamiz olib borib. Bo'ldi, kech payt telefon qilaman. Mana Fazolga, mana Pahlovga tezda tashlab keling, yana 3 ta dastavka bor. Xo'jayin, siz bitta gapim bor edi. Ha, tinchlik, nima gap bor edi? Ha, tinchlik. Bir joyga ijaraga ko'chib chiqib turgandim. Shu yerga ijara pulini berishim kerak edi. Shu oyligimni jinda oldindan olib tursam bo'ladimi? Hech bo'lmaganda 2 millionini. Bo'ldi. Dastavkani tashlab kelib turing, ungacha men o'nglab qo'yaman. Bo'ldi-da, asta shakildan. Ha, uy ma'qulmi? Ma'qul. Pulini qachon beraman? Hozir bersangiz, kaltini beraman, ko'chib kiraverasiz. Ha, bo'ldi-da. $150 so'mga qancha bo'ladi? So'mga mana shuncha bo'lar ekan-da, aka. 1.897.000. Mana 1.900.000 so'm. Ha, bu ijara haqqi. Endi yana 1 million berasiz. Nimaga? Bizda 50% xizmat haqqimiz bor-da, sizga uy topib berganimiz uchun. Siz ajoyib ekansiz. Qani men sizga xizmat haqqi beraman. Mendan emas, uyda egasidan olasiz-da, uka. Uyda egasidan ham 50% olamiz. Uyga ijaraga turgan odamdan ham 50% olamiz. Bizning xizmatimiz shunaqa. Siz g'alatimisiz? Undan ham 50%, mendan ham 50% olasizmi? O'zi men oyligimni oldindan olib turib 1.900.000 sizga beryapman. O'zi nima xizmat qilib qo'ydingiz siz? Bizmi aka? Mana shu uyda Telegramda ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilamiz. Sizga o'xshagan odamlarni olib kelib ko'rsatamiz. Shuni orqasidan tirikchilik qilamiz. Mana shu bizning xizmat. O'zi ijaraga zo'rg'a chiqib turgan bo'lsam, ham ijara haqqi, ham sizning xizmatingizni to'laymanmi? Undan ko'ra uyda egasidan olib qo'ya qoling, uka. Menda boshqa pulim yo'q. Puling yo'q bo'lsa nima qilasan, boshim og'riydi. Ma, pulingni ol. Boshqa joydan ijara topib ol. G'alati voqea bo'ldi hozir. Hozir men ijara pulini to'lab, ham 50% to'lashim kerak. Uyda egasi to'lamaydimi? Qatdan to'laman endi uy.